Hech zamonda yuk mashinalari orasida ayol haydovchini ko'rganmisizlar? Bizda navbatdagi mijozimiz, ya'ni oldin Shinray T30 ni qo'sh balonlisini xarid qilganlar, salonimizga kelib qoldi, ish bilan shunda bitta opadan so'rab, video qolsa bo'ladimi dedik. Opa, bu mashinani olgansiz bizdan. Nima maqsadda olgansiz? Ko'rdim hozir atirgul, ya'ni gul biznesdan shug'ullanar ekan. Ismingiz ham shu biznesga mos ekan, Roza. Shunday. Mashina haqida qisqacha fikr. Sizga nimasi yoqgan? Misol salonni qulayliklarimi, bordimi, yuk ko'tarishimi, nimasi ko'proq sizga ma'qul keldi? Menda yuk kuchi. Birinchi o'rinda yuk kuchi. Bunga anchagina yuk ketadi. Ichini jihozlab, o'zimga moslashtirib olganman savdo sohamga. Menga ma'qul qulayligi tasvirlab bera olmayman. Erkak kishidan misol o'zlarida taassuroti qanday, lekin menga ideal holatda. Sababi bunda o'zimga o'sha vaqtida quruqla sutishni endi maqtanishga kirmaydi. 24 soat ichida 3 marta kelib ketganman. Gulistondan 3 marta kelganman vaqtida. Lekin buni bir martada olib ketyapman. Ham o'zimda tanam ezilmayapti, o'zim xohlagan yukni ideal holatda olib bora olyapman. Bundan oldin Damas, Labo haydaganman, Labom bor, hozir turibdi, lekin 3 ta Laboni yukini oladi bemalol. Bemalol qiynalmasdan yuklarim ezilib, gullari to'kilib bunday bormayapti. Ya'ni siqilmasdan 4 ta 5 ta boradigan joyga bittada keyin qilib sifatli qilib yetkazaman. Sifatli, birinchi o'rinda sifatli qilib olib boryapman. Lekin sizlarga rahmat aytaman. Imenda shu mashina uchun ham menga Humoyin degan bola qaraganida ideal. Mashina ko'nglingiz to'q, bemalol misol biznes qilaman deganlarga tavsiya qilaman. Endi mashinaga qarasangiz, mashina sizga qaraydi. Hammasi ideal holatda. Menga ma'qul. Rahmat. Sizga ham avvalambor kattakon rahmat. Bizning brendimiz tanlaganingiz uchun, bizga ishonch bildirganingiz uchun. Xohlasa agar sizlar ham Gulistonda, mana ko'rib turibsiz, mana shu nomerni eslab qolinglar. Gul do'konlari bor, bemalol borib, savdo qilib, opadan mashina haqida ham qo'shimcha fikrlarni o'zlaridan jivoy eshitingizlar bo'ladi. Manzilda ham aytaman, kelsalaringiz. Sizga kattakon rahmat. Afsalon tomonidan esdalik sovg'alarimiz. Rahmat. Sizni xudo xolasa yana bir bor Shinray oilasida kutib qolamiz. Albatta kelaman, xudo xolasa. Rahmat. Rahmat.